Assalomu alaykum, Gold Clinic kuzatib oluvchilari. Yozgi kuniga keldik. Mana bu olsa keyingi oydan yoz. Uylar solingan, fasadlariga mana juda ko'p to'xtalish kelyapti. Fasadni nimadan qiladi degan aka-ukalarimizga Gold Clinic mahsulotlari juda ham mashhur bo'lib yurgan. Shulardan taklif qilamiz. Devor holatidan hech qanaqa qum suvoq ishlatmasdan yoki shpaklovka ishlatmasdan ichiga o'tib plitilni chiqarib, dunyo standartiga javob beradigan narsa qadida rekani to'xtatib turib, samarasi qotirib qo'yiladi. Orqasida havo aylangan hisobiga reka chirimayapti. Xulosa 20 yil garantiya beryapmiz mahsulotlarimizga. Xuddi shunday mahsulotlarni ishlab chiqaraman deyotgan aka-ukalarimiz juda ko'p qiziqadi. Uni ishlab chiqarish uchun qoliplardan sotib olasizlar. Qoliplarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Sifatli qoliplardan sotib olib, bemalol o'zingizlarning viloyatingizda, o'zingizlarning respublikalarda chiqarsanglar ham bo'ladi. Bizga juda ko'p kommentariyalarda narxlarini aytinglar deyapti. Bugun narxlarni to'liq holatda tushuntirib berishlikka qaror qildik. Qoliplarimizning narxlari $130 dan $200 bor. Bularning narxlari shunaqa holatda bo'ladi. Rezinani konsistensiyasiga qarab. Fasonning qizig'i yo'q. Qanday fasonimiz shunday qilib beriladi. Fasonlarining qizig'i yo'q. Toshlarga kelsak, 65 mingdan 95 ming so'mgacha birinchi sort toshlarimiz. So'qildikilari barchasi 65 mingdan, devordikilari 85 ming, 95 ming so'mdan. Keyin ikkinchi sort toshlarimiz bor. Ular bitta arzonroq bo'ladi. Buni telefon qilganingizda to'liq tushuntiramiz. Ishni boshlayotgan aka-ukalarimiz bilan bizga savol beradi. Qaysi fasonlardan boshlaylik? Ba'zilari hadovoy bo'ladi deb. Mana hozir 3 xil fasonimiz bor. Обрисовочный yig'ish hisobida ketayotgan. Terilganda naturalniy kirpichga o'xshab chiqadi. Liboy suratizasiyalar yarasha oladi. Miram xuddi shunday ketadigan fasonimiz bor. 3D trendga chiqqan. Bu narsa mahsulotni fasonlari juda ham ko'p, ommaga chiqqanlari kam bo'ladi. Ommaga chiqqanlar. Biz yilda yangilik qilamiz, bulardan ayrimi hadovoy bo'ladi, ayrimi hadovoy bo'lmaydi. Shuning uchun yangi ish boshlayotgan aka-ukalarimizga hadovoylaridan qilib beramiz. O'sha 3 oylar ishni boshlashda bemalol maslahat beramiz. O'chirib holatda mahsulotlarni sotyapmiz. So'qildiki, barcha so'qilimiz trenddan qolmaydi. Dakotalar bor, barchasidan bor, lekin shu barcha so'qil, shu shavi so'qilimiz bor. Shulardan boshlashanglar, xudo xolisa nimasini qilamiz. Biz ishxonamizga kelsanglar, 2-3 mahal yemoq-ichmoq, pitaniya, yotoqxona, hamma sharoit bor. Sharoitlarimizni qilib qo'yganmiz. Bir qator kelib ko'rib, bizning mahsulotlarni ko'ringlar, bu yerdagi klientlarni ko'ringlar, o'chirib bo'layotgan. Ko'ngillar bo'lsa keyin qilasizlar. Bemalol keyin boshqa joylarda aylanib qo'ysanglar ham bo'ladi. Yana yangilikni aytib o'tamiz. Gold Clinic Qozog'istondagi filialimiz o'zini Almataga filialini ochyapti. Xudo xolisa 20-25 kun ichida filialimiz tayyor bo'ladi. Ularni ham shaxsan o'zimiz borib videolarni qilib o'tamiz. Gold Clinic korxonasiga kelinglar. Xudo xolisa bu yerga juda ko'p joylardan SNG bo'yicha kelib abujiya kurslarimizdan o'tishyapti. O'zimiz Rossiyada, Qozog'istonda ishlayotgan aka-ukalarimiz qanaqa biznes qilaman deyotgan aka-ukalarimiz bemalol kelib, ko'zinglar bilan ko'ringlar, mahsulotlarga bo'ladigan talablarni ko'ringlar. Bemalol bizning korxonadan olsanglar bo'ladi. Mana bu yerda videolarimizni ko'rib tursanglar bo'ladi. Bemalol kela olasizlar korxonamizga. Sizlarga 50 dan oshiq variantdagi toshma qoliplar barchasi Gold Clinic'da. Yangiliklarimiz bor. Xudo xolisa katta blogerlar bilan shov-shuv qilishlikka xudo xolisa harakat qilyapmiz. Tez kunlarda bularni ham bir qo'yib o'tamiz. Yangi showroomimiz kengayish holatiga kelyapti. Sizlarni korxonamizga kutamiz. Gold Clinic sifat va kafolat. Sizlarni korxonamizga kutib qolamiz.